Assalomu alaykum, Chorva Savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil 9-dekabr biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida, ya'ni Sodiqjon qora akamizning xonadonlariga kelganmiz, hurmatli obunachilar. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring, hurmatli obunachilar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video obzorimiz o'ta zo'r bo'ladi. Narxlar ham xudo xolisa o'ta qulay bo'ladi. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Voy jonivorlar, qo'chqorlarni qarang. Hammasi qo'chqor. Assalomu alaykum qoraga. Suyimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xudo xolisa bugunga nechta partiya? 2 partiya chiqaramiz xolos. 2 partiya. Hurmatli obunachilar, tozalov. Bir pullarni ham yengil qo'yib, Yangi partiyalar ham keladimi? Bizning kanalga ham bunday yangi partiyalardan chiqarib, bunday kanalning rivoji uchun, bo'ldi. Birinchi siz deganingizga ham sizga chiqaramiz endi. Xudo xolisa. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa qo'chqorlarga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasizlar. Hammasi ideal holatda, ichida solpi dumba, osilgan dumba, unaqasi yo'q. Bular hammasi, to'g'risini aytadigan bo'lsam, hurmatli obunachilar, go'sht yo'nalishiga. Qoraga bular qayerdan kelgan? Bular qozoqniki ham bor, qirg'izniki ham bor. Qozoqniki bilan qirg'izniki aralash. Aralash. Aniqda. Xo'p, hurmatli obunachilar, o'zingizga bir qulaylik yaratib, qozoq bilan Qirg'izistonning qo'yini addenni qilib, qaysi birida effekt zo'r, shuni ham bilib olar ekansizlar mana. Qaysi biri tez semiradi, qaysi biri tez o'sadi. Shuni ham bilib olar ekansizlar. Lekin qo'chqorlar haqiqiy udor. Bo'ybaslarni nechaga beramiz, qora aka bular? 75 minus. 75 minusga olishaveradi. Olishaveradi. Muammo yo'q, yedirib-ichirib bir hafta sinab olaveradi. Bo'ldi. Sinov muddati bor, xudo xolisa. Bir hafta sinaydi, xudo xolisa 7 ishchiga garantiyasi. Hurmatli obunachilar, 7 ishchiga bir hafta garantiyasi bor. 7 ishtirib, xotirjam sinab olaverasizlar. Qo'ylarda xudo xolisa muammo yo'q. Nechta bunisi birinchi partiyamiz? Soni 10 ta shunaqa. 10 ta, bo'ldi. Hurmatli obunachilar, bir pachka ekanda, bitta obunachimiz. 10 bitta. 10 bitta ekan, bo'ldi. 10 bittasini 10 tasi qo'chqar, bittasi pichimi. Qaysi biri pichimi? 10 oldinda ketyapti. Kraska. Tuyalik, bo'ldi. Bir dona pichimasi ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa, yo'qsa aloqa assalaring, ishlaring bitadi. Lekin bunaqa qo'chqarni hozir puli yengilini qidirib yurgan juda ko'p. Hurmatli obunachilar, nimagaki puli yengilini olib bossam foydani yaxshi qilaman, lekin go'sht yo'nalishiga puli yengildan boqish kerak deydigan aka-ukalarimizga haqiqiy mana puli yengil variantlarni. Men shuncha gapni puli yengil deyapman, qora aka, hozir narx qo'yishda keyin men uyaltirib qo'ymaganman, xudo xolisa. Xudo xolisa narx masalan solishtirib oladi, hozir shuni olib ketgan, hammasi solishtirib olinyapti. To'g'ri. Bir solishtirib olinadi boshqa videodagilarga. Ma'qul kelsa oladi, bu majbur emas. Bo'ldi. Xo'p, narxini nima deymiz, qora aka? Narxini bitadigan joydan bizni kanalda bunday qora aka gapingizni bo'ldim uzr. Bizni kanalda savdolashilmaydi, bo'ladigan narxini qo'yaverasiz. Bo'ldi. Bo'lmasa bo'ladigan narxini 41 dan qo'yib qo'yamiz. 41 dan xayri bormi? Telefon qilsa xayri qilib beramiz. Shuni 100 mingini aptashaylik, 4 millionga tekis qo'yaveraylik qora aka. Bo'ldi. Sizga yarashmaydi. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, soni 11 dona bir joyga bo'lsa, bir dona pichimasmi, qolgan 10 tasi qo'chqor. Bitta yana yaxshi variant ham bor. Xo'p. Aka, 7 tasini olmoqchiman shuni. Hammasini jo'natib oling desa, 7 donasini olib qoladi. Qolganini qaytarib beradi. Qolganini qaytib kelaveradi. Ana, hurmatli narx obunachilar. ko'tarilmaydi. Bo'ldi. O'sha 4 milliondan ketaveradi 7 tasi. Ana, hurmatli obunachilar, sizlarga variant. Variant ham bor. To'g'ri mana. 8 tasini olmoqchiman. 4 tasini, 3 tasini qaytarmoqchiman degan bo'lsa, o'shasini oladi, qolganini qaytib kelaveradi. 3 ta yoqmag'ani qaytib kelaveradi. Ana, hurmatli obunachilar. Narxni yengil qo'ydi ham, qo'ydi ham yaxshi qo'ydi degan umiddaman. Bo'ldi. Xudo xolisa, hurmatli obunachilar, mana ishlaring bitadi, gapni eshitlaring mana. Bunaqa savdogarni hech qayerda topa olmaysizlar, to'g'risi mana. 10 bitta qo'ydi jo'natiladi sizlarga, 10 bitta qo'chqordi. Ichidan 7 ta olsangiz 7 ta, 8 ta olsangiz 8 ta. Ichidan shunday tanlab olib, qolganini qaytarib beraverasizlar. Mana shunaqa varianti ham bor. 7 ta, 8 ta oladigan bo'lsalaring, narxi ham o'zgarmaydi. Narx ko'tarilmaydi. Ana shu narxda ketaveradi, hurmatli obunachilar. Ya'ni eshitdilaring. Xudo xolisa, olib boqib maza qiladigan joyi keldi. Mana yeb ichishni ko'ring. O'g'irga tashlanishini ko'ring. Voy, mashalloh. Haqiqiy
go'sht yo'nalishiga boqaman degan aka ukalarimizga xotirjam tavsiya qilamiz. Chiroyli qilib baqishsin, yaxshi bo'lsa sotib inshaalloh. Inshaalloh, Xudo xolisa. Hop, biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Ketdik keyingisiga. Hop, hurmatli obunachilar, haqiqatan puli yengilini boqaman. Menga uzoq boqsam ham, lekin natijasi zo'r bo'lsin deydigan aka ukalarimizga haqiqiy kelajakda natija qiladigan boqib qo'ysangiz, haqiqiy zo'r bo'ladigan variantidan hurmatli obunachilar ikkinchi partiyamizga chiqqan. Qo'ylarda haqiqatan suyagi o'ta buzuq. Buni bo'ybaslari ham 75 plus minusmi? Olishaveradi. Mana hurmatli obunachilar, buni ham bo'ybaslari 75 plus minus demani. 7 ishchilarda muammosi yo'q. Qo'chqorlar haqiqiy suyalik, orqa boshlari kelishgan. Go'sht yo'nalishiga boqadigan aka ukalarimizga xotirjam tavsiya qilamiz. Qo'rqmasdan tavsiya qilamiz. Buni Bitta aybi bor-da. xo'sh, Shu qo'zin narxida beradi. qo'zin narxi aybi shu. Aybi shu. Hurmatli obunachilar, mana bir dona aybi bor ekan, aybi shu qo'zin narxida berilar ekan, shu. Boshqa ayb yo'q. 7 ishchilari hamma yo'q, sog'lig'i joyida. Bemalol sinab ko'raverasiz bularni ham, xotirjam. Hop. Voy mashalloh, ular yurishini. Ash tarafda hurmatli obunachilar, oxirida hashay bor ekan, hammasi o'sha yoqqa qarab intilyapti mana. Buni qarang. Juda bular ovqatga yaxshi-da, Haqiqatdan. Rosa yeydigan davri kelibdi-da hozir, yem bersa ko'taraveradi bular ham, qora aka, ozgina-ozginadan. Topida deydi-yu. Mana hurmatli obunachilar. Mashalloh, yeb ichlarini qarang. Narxini nima deymiz qora aka bularni? Narxini buni 39. 39? Yo'q, Bo'ldi, buni bunday qilaylik, orcha qilmasdan 38 qo'yaylik bu. 38. Yana yer qilib bering. Sizga ertaga yana sizga kelaveradi-yu yana. 37 yarim bo'pti. 3 million 750 ming so'm. 37 yarim. Qo'zin narxida dedi-ku. Voy mashalloh, mana 3 million 750 ming so'mdan soni nechta buni? Buni soni 14 ta. 14 ta. Hurmatli obunachilar, 14 tasini. Bittasi urg'achi. Qaysi bir urg'och? Sarig'i bor. O, nari chekkadagi. Tasirg'achi. Mana hurmatli obunachilar, 3 million 750 ming so'mdan ana shu urg'ochisi ham ketaveradi. Agar buni boshqada bo'ladigan bo'lsa, uni 4 milliondan kam qo'ymaydi. Yo'q, qo'zin narxida deydi-ku, shuni 37 qo'yaylik bo'pti. 3 million 700 ming so'mdan. Mana hurmatli obunachilar, savdogar mana bundaqa bo'ladi. Siz bilan biz so'rashimiz shart emas. O'zlari shunday mana tushib beryaptilar. 3 million 700 ming so'mdan mana hammasini 14 tasini bir joyga og'a odamga. Ichidan 10 ta olaman desa ham ketaveradi o'sha narxda. 10 tasini olishaman desang, 14 tasini jo'nataman. 3 million 700 mingdan 10 tasini oladi, qolganini qaytib beraveradi. Ana, voy mashalloh, mana hurmatli obunachilar. Ko'tarilmaydi. Narx ko'tarilmaydi. Ana shu narxda ketaveradi. Ichidan narx 38, 39 ga chiqmaydi. Hop, 5 ta 4 ta olaman deysiz-chi. 5 ta 4 ta olaman desa, kelishsin. Ichidan tanlasin. Ustiga kelib. Tanlagandan keyin shu 5 tasini mana shu qo'yni menga yo'qda 37 dan degansan desa, oling aka 37 dan deyman. Bo'ldi. Alloh barakasini bersin qo'rangizga. Hurmatli obunachilar, eshitdilaring, ustiga kelib olsalaring ham 3 million 700 ming so'mdan barakasi bo'ladi. 4 ta 5 ta odamga ham xudo xolsa dastlabkasi. Qora aka, men dastlabkasini so'ramabman buni. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz dastlabkasini. Toshkentga olib qo'ysa bo'lmaydimi? Toshkentga endi ozmi? Rasxod ko'proq ketadi-da. Endi misol hammasini olgan odamga Toshkentga o'qib beradi qora Toshkentga aka. olaman desa 3 million 700 ming so'mdan dastlabkasini qilib hammasini yetkazib beraman. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana hammasini bir joyga bo'lsa 3 million 700 ming so'mdan Toshkentga doğru dastlabki xizmati bor. Bo'lib olaman desang, uni holatiga qarab kelishiladi. Ikki kishi o'rtada qilinar. To'g'rimi qora aka? Shunday. Holatiga qarab kelishilaveradi. Xudo xolisa, mana hurmatli obunachilar, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar, aloqaga chiqsalaring ishlaring bitadi. Shoshilinglar, bunaqa arzonlari to'g'risini aytsam kamdan kam bo'ladi. Lekin haqiqatan qo'ylar, haqiqatan qo'chqorlar arzon qo'yildi. Biz arzon qo'yganimiz sababi maqsadimiz sotish. Bo'ldi mana. Maqsad sotish haqiqatan hurmatli Mana obunachilar. shuni ham qo'shib beraman. Mana shu sariq qo'chqarni ham. Bu ham qo'chqor, ha? 15 ta qilib beraman. Mana 15 ta qilib jo'natib beriladi. Ashinisi ham ketaveradi işte. Hurmatli obunachilar, xudo xolisa qo'chqorlar yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Go'sht yo'nalishiga boqadigan aka-ukalarimizga aytganimdek xotirjam tavsiya qilaveraman. Hammasi ideal holatda. Qora aka, sizni bozoringizni bersin. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolisa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.